Bu narxi eshitsanglar aniq bilaman, shoshilib qolasizlar. Sergeli rayoni Sog'diyona mahalladan 3 ta yonma-yon bir sotuvli uyimizdan bor yo'g'i 2 ta dona qoldi. Qaranglar, kirishinglar bilan navis ostida bemalol mashinalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Ana endi kelinglar, sizlar bilan uyimizning planirovkasini qisqacha tanishtirib beraman. Kirishimiz bilan mana shunaqa kengina hol kutib oladi. Bu yoqda ko'rasizlar, joyli tashab ketilgan, ya'ni shkaf uchun, garderob, kiyim ilish va oyoq kiyim uchun bu yoqga ham mehki devorlar qo'yib qo'ysanglar, oila davrasida yoki kelgan mehmonlarni shu yoqda ham kutib olsanglar bo'ladi. Bu yoqda birinchi xonamizda bo'lyapti. Umumiy hisobda hisoblasak, bizda umumiy hisobda 6 ta xonamiz va 200 kvadrat yashash maydoni bo'lyapti. Bu esa uyimizning zal qismi. Zal qismida ham kengligini ko'ryapsizlar. Orqa tarafda ya'ni sirkulyatsiya uchun joy tashab ketilgan va to'g'ridan-to'g'ri kotelli xonaga chiqsanglar ham bo'ladi. Bu xonaga keladigan bo'lsak, birinchi etajimiz uchun ajratilgan sanuzel bo'lyapti. Kir mashinalarga ham joylar tashab ketilgan va ayollarimiz ko'proq vaqtini o'tkazadigan oshxona bo'lyapti. Juda ham kompaktni, bitta oila mazza qilib yashaydigan uy bo'lgan. Ana endi kelinglar, sizlar bilan ikkinchi etajga yo'l olamiz. Bu esa uyimizning ikkinchi etajini qaranglar. Ikkinchi etajga chiqishimiz bilan sizlar mana shunaqa keng, katta hol kutib oladi. Buni olgan odam xohlasa shu yoqdan devor tortib, yana bitta xona o'rnida foydalansa ham bo'ladi. Bu yoqda keladigan bo'lsa, yana bitta mana shunaqa xona, bu yoqda ham televizorlar, kabellarga joy tashab ketilgan va bu esa bizning ikkinchi etajimiz uchun ajratilgan sanuzel bo'lyapti. Ko'rasizlar, juda ham akkuratni qilishgan va yana bitta bolalar yotoqxonasi, oynalari bor. Eng asosiysi oyna, hech qaysi xona bulxo'y bo'lib qolmagan. Va ikkinchi etajimizning eng oxirgi xonasi bo'lyapti. Bu yerda ham oynalar qilingan. Kotelning qismi tashqarida, ko'rdinglar, zaldan chiqib ketsa ham bo'ladi. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, pastda egalarining raqamini yozib qoldiramiz. Sog'diyona mahallada menimcha bunaqa narxga tez ketsa kerak. Ulgurib qolinglar, 2 ta dona qolgan, pastda egalarining raqamini yozib qoldiramiz.